Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar, Rostov-na-Don, Volgograd, Saratov shaharlarida ishlab yurgan hamyurtlarimiz hamda Tojikiston fuqarolari uchun qulay va ishonchli bo'lgan avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugan shaharlaridan bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. O'zbekistondan ham Rossiyaning barcha shaharlarga qatnayapti avtobuslarimiz. Bemalol O'zbekiston raqamimiz orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 965 049 69 69. O'zbekiston raqamimiz esa 99 kodi bilan 314 06 76 raqamlar orqali bog'lanib o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar aziz vatandoshlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Tanlovda adashmanglar, eng ishonchli hamda sifatli xizmatlar faqatgina bizlarda.